Assalomualaykum dehqon akalar. Toleydigan elevatorimiz keldi mana. Ishlatdik, ishlayapti. Sholim elevator apparatidan o'tgandan so'ng sholimlar elektr saralash qurilmasidan o'tkazamiz. Elektr saralash qurilmasida kuch hosil bermaydigan erkak kasallangan urug'larni yuqori kuchlanishli elektr maydonida olib tashlanadi. Undan so'ng qurilmada dorilanadi. Ushbu qurilmada dorilangan sholi urug'lari mana. Dorilangan holat mana shu. Dorilanganga qadar elevator hamda elektr saralagichdan o'tadi. Bu yerda semichkalarni o'tkazdik. Semichkani dorilar quritishga tayyorlab qo'ydik. Ertalab dehqon akalarimizga berib yuboramiz. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang.